Bu shahar har kuni o'zgarib boryapti. Kimdir yangi yo'llar quryapti. Kimdir bolalar uchun maktablar, shifoxonalar yaratmoqda. Mamlakatning rivojlanishi xuddi zanjir kabi bir-biriga bog'liq omillar jamlanmasidan iborat. Siz mehnatingiz evaziga haq olasiz. Topgan daromadingiz, egallab turgan yer va mol-mulklaringiz hisobidan soliqlar to'laysiz. Soliqlar o'z navbatida davlat byudjetini to'ldiradi. Mana shu mablag'lar har yili mamlakat aholisining o'ziga pensiya, nafaqa, maosh bilan qaytariladi. Sohalarni, tarmoqlarni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Bu orqali bunyodkorlik, yangilanish va infratuzilma manbalari yangilanadi. Agar siz mana shu zanjirni uzsangiz, tizim buziladi. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan omillar birin-ketin orqaga keta boshlaydi. Uzilishlar kuzatiladi. Birgina kichik qadam katta taraqqiyotlarga to'siq bo'lishini unutmang. Soliqlarni o'z vaqtida to'lang va mamlakat rivojiga o'z hissangizni qo'shing.